ofisga keldim va raspakovka qilmoqchiman. Olgan narsalarimni bu birinchisi Viziprime o'zim uchun oldim. Ko'zimni nuri ko'p ketadi. Sochsetlarni olib borishim uchun Instagramda har xil reels, storylar taxlashimga ko'z nuri ko'proq ketadi. O'sha uchun Viziprime ishlataman. Keyingisi bu bizda Coralmine. Juda ham zo'r. Ichimizni mini detoks qilib, tozalab berib, suvimizni yumshatib, ichimizni tozalab beradigan Coralmine suvimiz. Keyingisi bu bolalarimiz uchun multi-kompleks bo'lgan Gummy Vids. Juda ham zo'r mahsulot. Vitamin va minerallarga to'ldirib beradi bolalarni. Keyingisi bu bizda vitamin D. Ko'pchilik adashadi, yozda vitamin D kerak emas deb. Vitamin D albatta kerak. Chunki bu quyoshimiz kerak emas zararli ultrafiolet tarqatadi. Bizga esa kerakli vitamin D spray holatda va biodostupni yaxshi so'riluvchan holatda bo'ladi. Keyingisi bu bizda Lux Max mini kalavada desa ham bo'ladi. Juda ham zo'r, ichni yaxshi surib berib, ovqat hazm qilishni yaxshilab, ichakni yaxshilab beradi. Keyingisi bu Omega 3. Omega 3ni ko'p klientlarim ozish uchun olishadi. Buni siri bor ichishi. Kim sirini bilmoqchi bo'lsa, yozsa ichilish tartibini o'rgataman. Keyingisi bu jir pecheni akuli. Bronxitlarda, yo'tallarda immunitetni ko'tarishga juda ham zo'r mahsulot. Tavsiya qilaman.